99% odam buni bilmaydi. Uyg'urcha ismaloqli quvvatijon, darmondori lag'mon haqida eshitganmisiz? Hatto pulli kurslarda ham buni o'rgatishmaydi. Uyg'ur restoranlarida ham uchratish biroz qiyin. To'liq retsept opsioniyada bo'ladi. Baland olovda qizitilgan yog'da avval sarimsoqni tashlaymiz. Ketidan go'shtni solamiz. Tez harakat qilishingiz kerak. Sarimsoq kuyib ketsa taxir maza beradi. Go'shtni biroz dimlab qo'yamiz. 3 daqiqa atrofida, agar qo'y go'shti bo'lsa tez pishadi. Menda mol go'shti. Ketidan piyozni solamiz. Bir aylantirib bulg'or qalampirini, tuz va ziravorlarni ham unutmang. Qizil tomat solib 1 daqiqacha qovurib, ismaloqni solib bir aylantirib 5 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Ungacha 3 ta tuxumga ko'k piyoz va kashnich solib, atalab qizigan quruq tovada chala pishirib olamiz. Va ismaloqli massaga solib bir aralashtirib qopqog'ini yopib, gazni o'chirib yana 5 daqiqaga qoldiramiz. Bu orada lag'mon xamirini pishirib olamiz. Menda 3-4 kishilik porsiya. Siz porsiyani odam soniga qarab ko'paytirsangiz bo'ladi. Ishoning, shunaqangi mazali lag'mon aniq bunaqasini yemagansiz. Retsept uchun duolaringizda eslab, oddiy beka bilan qoling va savob uchun like bosing. Tayyorlab ko'rganingizdan keyin izohlarda albatta fikringizni kutaman. Aytgancha, Uyg'urcha lag'monning bir siri bu soya sousida. Go'shtdan keyin soya sousini ham solishingiz mumkin. Men soya ta'mini yoqtirmaganim sabab solmadim. Shunda ham o'zi juda ham mazali. Oddiy beka bilan qoling. Oddiy mazali sirlardan voqif bo'ling.